Sovg'ani olmasligingiz uchun biz sizga 200 so'm pul beramiz. Sovg'ani olasizmi yoki 200 so'm pul nima? Sovg'ani qo'yingchi. Sovg'ani olasiz. Sovg'ani olmasligingiz uchun 500 so'm pul beramiz. Keysimiz ichida sovg'a bor. Sovg'a beringlar. Yaxshi bo'lishini tushunamiz. Prezini dengi deyapti. Qanaqa priz? Prezda, qanaqa dengi priz? Priz? Aka, mashina ichidagini olmasligingiz uchun 1000 so'm pul beramiz. Priz deb turasizmi? Ammo har narsa chiqib qolishi mumkin ichida. Ichida zo'r narsa ham. Ashqobod chiqsa ham mashina tanlayapsizmi aka? Mashina olmasligingiz uchun 5000 so'm pul beramiz aka. Priz. 5000 so'm. Priz. Men ashqobod chiqsa ham qarab chiqsa ham bo'laveradi. Nima hektar yo'q bo'ladi, to'g'rimi? Aka, bundan oldingi o'yinimizda 5000 so'm prodagat qildim. Akamiz olmadi, ichidan olma ham chiqqan edi. Nimadan chiqsa ham yaxshilab, nega farqi yo'q. Farqi yo'q. Priz. Aka, mashinangiz bormi yo'qmi? Bor. Ochamiz, ochmaymizmi? Akamiz mashina tanladi. Ochib qolaylik. 5000 so'm pul zatkaz qildingiz. 5000 so'm zatkaz qildi. Akamizga mana qanaqa nima beraman bu. Aka, buni nimaligini tushuntirib qolaman. Bu sertifikat tipa. Buni olib borasiz. Ichida zamena maslaga Noshniz besplatniy zamena masla и farsunka чистка и nima чистка besplatniy qilib berishadi. Ukalarimiz nomeri yozilgan. Adresi Alınbek-datka 776 ga borib turib, mashina nomerini telefon qilib borsangiz, besplatniy sizga zamena masla, чистка farsunka и nima sizga besplatniy aka. 5 milliondan ko'ra qimmat. Nima aka, o'yin uchun rahmat, sog' bo'ling.